Ayni kunlarda qo'l jangi bo'yicha asosiy terma jamoalarimiz vakillari xalqaro miqyosdagi nufuzli yirik musobaqalarga tayyorgarlik ko'rishyapti. Aniqrog'i, qo'l jangi ustalarimizni Tailandda o'tkaziladigan Osiyo Kubogi bellashuvlari kutib turibdi. Navbatdagi lavhamiz o'quv mashg'ulot yig'inlaridan tayyorlangan. Mashg'ulotlar ikki bosqichda o'tkazilyapti. Aytish kerak, mazkur musobaqa Qit'a qo'l jangi federatsiyasining ilk Osiyo kubogi hisoblanadi. Unda 25 ga yaqin davlat sportchilari kubokni qo'lga kiritish maqsadida bor imkoniyatlarini namoyish etishadi. Ushbu musobaqaga mehmon sifatida Rossiya va Germaniya vakillari ham taklif etilgan. Uchrashuvlarda jami 300 nafarga yaqin qo'l jangi ustalari qatnashishi ko'zda tutilgan. Mutaxassislarning e'tirofiga ko'ra, mazkur Osiyo kubogi murosasiz va shiddatli o'tadi. Terma jamoamiz kayfiyati yaxshi. Bizani kuchli raqiblar kutib oladi har doimgidek. Bu sportchilarimiz bu yilgi yaxshi natija ko'rsatgani uchun tarkibimiz o'zgarmadi. Albatta maqsadimiz umumjamoa hisobida birinchi o'rin bilan qaytish. Osiyo kubogi 24 ta vazn toifasida jang va o'z-o'zini himoya qilish yo'nalishlarida bo'lib o'tadi. Musobaqada 24 nafar eng kuchli qo'l jangi ustalarimiz ishtirok etishadi. Tarkibga nazar soladigan bo'lsak, unda oktyabr oyida o'tkazilgan Jahon kubogida qatnashgan yakkakurashchilarimiz kuchli sportchilar bilan o'zaro raqobatga kirishadi. Ayollar o'rtasida Marjona Fayzullayeva, Sharofat Ortiqova, Dinara Nabiyeva, Nilufar Polvonova kabi Osiyo va jahon chempionlari kubokni qo'lga kiritishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'yishgan. Erkaklar orasida Orif Normurodov, Baxtiyor Abduhamidov, Asadbek Hikmatov, Og'abek Jumaniyozov, Bekzod Mahamatov, Samandar Jafarov singari qo'l jangi bo'yicha jahonda o'z so'zlarini aytib kelayotgan kuchli yakkakurash ustalari tatamiga chiqishadi.